Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, futbol sevar do'stlar. O'zbekiston va qit'amizda ro'y berayotgan eng shoshilinch futbol xabarlari bilan Osiyo futbol kanali o'z ishini boshlaydi. Qadrli do'stlar, kanalimizda yangi bo'lsangiz albatta obuna bo'lib, voqealar rivojini biz bilan kuzatishda davom eting. Diqqat qiling, bugungi mavzuni boshlaymiz. FIFA U17 Jahon chempionatiga qur'a tashlash sanasi ma'lum. FIFA 2025-yilning 3-27 noyabr kunlari Qatar mezbonlik qiladigan U17 Jahon chempionati final bosqichiga qur'a tashlash marosimi bo'yicha ma'lumot taqdim etdi. Unga ko'ra, mazkur tadbir joriy yilning 25-may kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da Doha shahrida bo'lib o'tadi. Mundialda ishtirok etuvchi 48 jamoa 4 ta savatchaga ajratilgan bo'lib, O'zbekiston U17 terma jamoasi 2-savatchadan o'rin olgan. Demak, barcha savatchalar haqida ma'lumot berib o'tamiz. Birinchi savatcha Qatar musobaqa mezboni. Braziliya, Fransiya, Mali, Germaniya, Meksika, Argentina, Angliya, Yaponiya, Paragvay, AQSh, Senegal. Ikkinchi savatcha Janubiy Koreya, Marokash, O'zbekiston, Italiya, Belgiya, Yangi Zelandiya, Chili, Venesuela, Xorvatiya, Kolumbiya, Gonduras, Burkina Faso. Uchinchi savatcha Kosta-Rika, Tojikiston, Panama, Indoneziya, Koreya Xalq Demokratik Respublikasi, Côte d'Ivoire, Tunis, Yangi Kaledoniya, Kanada, Janubiy Afrika Respublikasi, Avstriya, Gaiti. To'rtinchi savatcha Birlashgan Arab Amirliklari, Portugaliya, Chexiya, Irlandiya, Shvetsariya, Zambiya, Misr, Uganda, Boliviya, Saudiya Arabistoni, El Salvador, Fiji. Ma'lumot o'rnida mazkur musobaqa joriy yilning 3-27 noyabr kunlari Qatar mamlakatida bo'lib o'tadi. 12 ta guruhda dastlabki 2 o'rinni egallagan 24 jamoa va eng yaxshi 8 ta 3-o'rin sohiblari 1-16 final bosqichi yo'llanmasini qo'lga kiritadi. Umid qilib qolamiz, albatta O'zbekiston U17 terma jamoasi ham eng yaxshi natijani qayd etadi. Shoshilinch xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun Osiyo futboliga obuna bo'lishni unutmang. O'zingizni ehtiyot qiling, salomat bo'ling.